Tabiatning oddiy mo'jizasini global modaning premium elementiga aylantirish bu o'zbek tekstil sanoatining bugungi kuchi. Farg'ona ipagi. Pilladan to tayyor matogacha bo'lgan bu zanjir shunchaki ishlab chiqarish emas. Bu faqatgina bizning iqlimimizda yetishadigan xom ashyo va milliy brendlarimizning xalqaro bozordagi oliy navli sifat namunasidir. Hech bir sun'iy texnologiya ushbu tabiiy nafosat va chidamlilikni takrorlay olmaydi. Aynan shu sababli Farg'onada ishlab chiqarilgan o'zbek brendlari bugun dunyoning 40 dan ortiq mamlakatiga eksport qilinmoqda. Zamonaviy innovatsiyalar va yuqori texnologiyali uskunalar ishlab chiqarish samaradorligini global bosqichga olib chiqdi. Biz faqatgina xom ashyo emas, balki tayyor, mukammal mahsulotni eksport qilmoqdamiz. O'zbekiston brendlarining jahon bozoridagi haqiqiy qudratini kuzatib borish uchun hoziroq sahifamizga obuna bo'ling. Sizningcha, qanday qilib Farg'onaning oddiy tuprog'i va uning sirli ko'k bo'yog'i Yevropaning eng nafis restoranlarida premium brendga aylandi? Keyingi videoda 2000 yillik Rishton keramikasi ortidagi xalqaro muvaffaqiyat formulasini ochamiz. O'tkazib yubormang. Made in Uzbekistan. O'zbekiston brendlarining ovozi.